Qalqan simon bez bemorlarga diqqat qiladigan ish qaysi deganda, birsi menda qalqan simon bez tuganchi paydo bo'ldi. Mushu tugancha men gap qilayotgan chog'da tang yetkilayotgamda yo'qmi? Yana birsi yuzda tegishlik ahvol bormi yo'qmi? Ondan atrofiy chegarasi aniqmi yo'qmi? Yoki shakl jihatda o'zgarish ahvoli bormi yo'qmi deganda davlat tili bilt qilamadan bo'lsa, buni chuqur bilib oladi. Shunga natijangni o'zingni ko'ranglar, o'zingni vahim elib kelmang. Ba'zi qarindoshlarimiz qalqansin biz kasallik o'zgarishi bo'lgandan keyin tuganchaki mo'nakchi bo'lsa, men qalqansin biz rakulab qolgan o'xshayman. Men buni qanday saqayman, voy qanday qilsam bo'ladi deb Sammetdan tatib, hammaning do'risini yo'q olib qaylab o'tganga saqaymaydi. Endi buni operatsiya qilamanmi yo'qmi? Doktorxonaga borsam operatsiya qilamiz deydi dedi. Operatsiya qilishning mana shu xil sharti bor. Birsi haqiqatan men degandek shakl jihatdan o'zgargan. Buni operatsiya qilamiz bo'lmayotgan holatga kelgan chog'da operatsiya qilish kerak. Agar bu holat kelmasak, ammo o'zi cho'ng'ilish ahvolidami, yana operatsiya qilish holati deb qaraladi. Shuningdek qarindoshlarimiz, mana operatsiya qilish qilmaslik o'zingizga bog'liq. Yana birsi nemish 3 oyda bir 6 oyda bir tekshirib turmaysiz degan chog'da dal mana shuni uqolmayotgan qarindoshlarni aytdik. Mushun tushunamagan, maslahatim bor degan qarindosh bo'lib qolsa, bir raqamini ko'proq yo'llab qo'ying. Shunday xush bo'lishni va yurak belgisini berishni unutib qolma. Buningda ma'qul ahvolli ko'rildi. Birsi qalqan simon bezningki o'zida cho'ng'i berish ahvolininki surtini bilmoqchida bat. Surtini. Shundaqlab buningda surtini bilish degan gap 3 oydan 3 oyga tekshirtilgan chog'da yo'g'inash ahvoli nerdan qanchalik yo'g'inadi? Tuganchidagi chigara va yoki atrofiy to'qilmaga ta'sir ko'rsatish ahvoli bormi yo'qmi deganni ko'rmoqchi. Agar 1 yildan 1 yilgacha natijani qarasak, o'xshash yoki sal kichik ahvoli bo'lib bir xil turgan bo'lsa, buningda ilgari muddət ochiqqan, hozir muddət ochiq yomon sifatlik bo'lishi mumkin. Rakobga qanday qilaman, tarafga qanday qilaman badnimda. Bu siz o'ylagandek taramaydi bu. Mazmunining oxiriga diqqat